Pulni puliga yashab yurgan ayolni bir kuni ko'pchilik mendan so'rashyapti, nima uchun Rossiyada vloglaringiz kam chiqyapti deb. Вот mana sizlarga oddiy kunim qanday o'tishini ko'rsatib o'taman. Mana ertalabim где-то 11:30da boshlanadi, keyin bitta kofe ichaman. Bu kechangi pasuda emas, erim va sumskchalar ertalabdan zavtrak qilib mana shunaqa manga pasudalarni qo'yib ketadilar. Keyin ozgina montaj qilaman. Agar videolarim bo'lsa, bugun вот stirkalar bor edi, stirkalarni tashladim va bugun sochimni yuvishim kerak edi. Shu uchun birinchi maskalarni qo'yishib sochimga surtib qo'yaman. Bugun mana shunaqa yuzimga maska ham qilishga qaror qildim. Keyin bugun erimni polkalarini taxlashga qaror qildim. Bitta narsa olaman deb hamma narsani titib tashlaydilar. Hamma kiyimlarini jo'ba-jo'y qilib, dazmollab, taxlab qo'ydim. Keyin soat 4-5larga meni qornim och qoldi va shunaqa zavtrakcha qildim. Men turganimdan keyin qornim och qolgan payt faqatgina ovqat yeyman. Yuzimdagi maskani olib tashladim. Qaranglar qanaqa zo'r effekti. Keyin bitta sho'rbocha qo'ydim. Kechgacha mana shunaqa chiroyli bo'lib pishib chiqdi. Shimilib chiqqanimdan keyin ikkinchi ovqatni tayyorlashni boshladim. Buning retsepti aktualimda bor, juda mazali chiqqan. Sizlarga bitta maslahat beraman. Erkak kishini bitta slabiy joyi bor, bu ham ovqat. Qanchalik shirin ovqatlar tayyorlab bersangiz, shuncha sizga mehrlari oshadi. Mana shunaqa chiroyli ovqatchalar bilan erimni kutib oldim. И всем пока.